Rani Mukerji Bollivudning eng yaxshi aktrisalaridan biri hisoblanadi. O'zining iste'dodi va yaxshi rollarni tanlashi bilan mashhur. Ammo bilasizmi, u o'zi hech qachon muvaffaqiyatga erisha olishiga ishonmagan. Rani e'tirof etadi, men Devi, Juhi, Madhuri va Rekha kabi chinakam ekran malikalarini ko'rib katta bo'lganman. Men hech qachon o'zimni ularning yonida tasavvur qilmaganman. Men chin ma'noda qahramonning aksi edim. Bo'yim unchalik baland emas, qiz bolaga mos kelmaydigan qo'pol ovozli, yuz rangim qoracha edi. Ish boshlaganimda aktrisa bo'la olishimga sira ham ishonmasdim. Bir kuni Kamal Hasan menga sen muvaffaqiyatni tana pasting bilan o'lchamasliging kerak. Muvaffaqiyat bu jismoniy o'sish emas, balki professional jihatdan qanchalik o'sa olishing deb aytgandi. Va haqiqatdan ham shunday bo'ldiki, men Bollivudga sayohatimning ilk kunlarida aktrisalar atrofida aylangan barcha stereotiplarni buzdim. Har bir ayolda Ranining kuchi, matonati va ishonchi bor, faqat uni kashf etish kerak deb o'ylayman.